Alvasti qo'nchoq. Attori Sherzod. 19-qism. Bu, men ko'rgan alvaslarning ichidagi eng kuchligi. Qizchaq, bo'ynidagi munchoqlarni ilib manga ber. Malika bo'ynidagi munchoqni elib Wang ustozga berdi. Wang ustoz ularni qo'liga elib kuchlik afsun o'qidi. Munchoqlar ikki munchoqdan necha munchoqqa ko'paydi hamda qizil, yeshil va ko'k rangda yurishga boshladi. Munchoqlarni alvastiga qarab ot. Dedi Wang ustoz munchoqlarni Malikaga qaytirib. Sehr munchoqning kuchini 3 hassa oshirdi. Bu alvastini balkim yo'qota olishi mumkin. Malika munchoqlarni alvastiga qaratib atdi. Munchoqlar havoda parqirab, alvastining badaniga tegdi. U munchoqlar tekkan yerlarda alvastining teni kuyishga boshladi. Alvasti dahshatlik ovozda chirqirab, quduqqa qarab qochdi. Yo'q! Yo'q! Har qaysing bundoq qilishga qandoq petinding? Uni qochirib qo'ysak hargiz bo'lmaydi. Agar u quduqqa qaytib kirib ketsa, yar saqib, texmi kuchlanib ketadi. U yana bir necha qog'oz odamni chiqarib, afsun o'qib, alvastining oldiga tashladi. Qog'oz odamlar alvastining yo'lini to'sadi. Ular alvastining putlariga yepishib, uni harakatlanishdan to'sadi. Malika bilan Wang ustoz birlikda alvastiga yiqilishdi. Wang ustoz yana bir suyuqlikni chiqarib, alvastiga chashdi. Bu qatim suyuqlik alvastining tenini qatirishga boshladi. Vaqt keldi qizchaq. Tez bo'l. Xanjarni uning yurkiga sanjar. Dedi Wang ustoz xanjarni Malikaga berib. Malika xanjarni elib, qo'rqinch bilan alvastiga yiqilishdi. Alvasti texicha harakat qila olsa-mu, lekin uning tenining ko'p qismi qatirilib qolgan edi. U Malikaga nafrat bilan qarab, tishlarini g'uchirlatdi. Sen meni o'ltirolmaysan. Men qayta tirilman. Quduqdagi suvlar mening qinim bilan sehrlangan. Men qaytib kelaman. Dedi alvasti oxirgi kuchi bilan. Malika xanjarni ko'tarib, alvastining ko'ksiga qarab 3 qatim sanchadi. Bu shu o'lib ketgan bolalar uchun. Bu shu bolalaridan ayrilgan onalar uchun. Bu kentning tinchligi uchun. Xanjar alvastining ko'ksiga kirishi bilanla butun atrofni qizil nur qopladi. Alvasti dahshatlik chirqirab, teni chachrab ketdi. Havoda qattiq partlash ovozi anglandi va alvasti tirnoqchilik bir tal qora munchoqqa aylandi. Malika harduq bilan yerga yiqildi. Wang ustoz munchoqni elib, uni ehtiyot bilan tekshirdi. Munchoq qop-qora bo'lib, ichida oz-to'la qizil nurlar yaltiraydi. Wang ustoz munchoqni bir kichik xaltaga silib, ondan Malikaga sundi. Bu sening 3-chi munchoqing. Bu munchoqda shu quduq alvastisining kuchi bor. Buni boshqa munchoqlar bilan birga olsang texmi kuchlanib ketsa. Lekin ehtiyot qil. Bu munchoqning ichida alvastining ro'yi bor. Agar sen ojizlasang, u sening teningni egilib olishga urinishi mumkin. Malika munchoqni elib, uni boshqa munchoqlar bilan birga bo'yniga osdi. U munchoqdan g'alati bir tuyg'uni his qildi. Ammo shuning bilan birga o'zining kuchi eshiyotganligini his qildi. Wang ustoz, biz oxiri kentdagi kishilarni qutqazdik. Dedi Malika horg'in chiroyidan kulgi jilvilanib turib. Shundoq, bu qitam u alvastini shundoq tasda bag'lab qildik. Agar sen quduqqa tushib ketgan bo'lsang, men seni yana qutqiza olmasligim mumkin edi. Lekin men tushib ketmadim-ku. Siz meni qutqizdingiz. Men sizning yardamingiz bilan alvastini yo'qotdim. Wang ustoz cho'ng birni tenib qo'ydi. Har qatamliq alvasti tutish safarda biz nurg'un narsalarni o'rganib oldik. Biz texmi kuchli bo'lyapmiz, lekin oldimizda texmi xatarlik alvastilar bo'lishi mumkin. Bu kunlarda
Alvaslarga nim bo'lgankin? Bargansir vahshiylashyapti. Mayli, biz ularga taqabul tura olamiz. Biz billa bo'lsak, hech qanday alvasti bizga tang kelamaydi. dedi Malika o'ziga ishongan holda. Uning bo'ynidagi munchoqlardan ko'zni qamashtiradigan nur chachiraydi. Wang ustoz asta kulimsirab qo'ydi. Tang etyapti. Quyosh nuri asta kanatni yoritishga boshladi. Quduq atrofidagi qora suvlar quyosh nurida parlab, ondan asta qurishga boshladi. Yeza aholilari tang atqanda uylardan chiqib, ularning atrofiga yig'ildi. Ularning yuzlarida xushalliq va minnatdorlik ifodalari aks etdi. Kanat boshliqi oldiga chiqib, Wang ustozning qo'lini tutdi. Sizlar bizni qutqizdinglar. Biz sizlarga qanday minnatdorlik bildirishni bilanmay qoldik. Sizlar bizning qahramonlarimiz. Biz faqat qilishga tegishli ishni qildik. Yezidan ketish oldida Wang ustoz quduq atrofiga alohida afsullarni yezib qo'ydi. U qizil siyah bilan quduqning tosh tomlariga, uning atrofidagi yerga va hatto quduqning ichiga afsullarni yozdi. Bu sehrlar alvasining qaytib paydo bo'lishini oldini oladi. Endi sizlar xotirjam bo'lsanglar bo'ladi. Lekin har yili bir qitim bu sehrlarni yengilash kerak. Men sizlarga qanday yengilashni o'rgatib qo'yaman. Kanat boshliqi va bir qancha kanat cho'nglari diqqat bilan Wang ustozning o'rgatganlarini o'rgandi. Ular har yili afsullarni yenglaydiganligiga va'da berdi. Shunday qilib, Wang ustoz bilan Malika yana g'alaba qozongan holda Daoguan sarayining qurilishi bitguncha alvasti tutish safarini davomlashtirmoqchi bo'ldi. Wang ustam, keyingi qitim biz nega boramiz? deb so'radi Malika. Ular avtobus bekitiga qarab mengayotganda. Men texi bilmayman. Lekin har yerda alvaslar bor. Ular bizni kutyapti. Biz ularni bir-birlab topamiz va ularni yo'qotamiz. Bu bizning vazifamiz. Endi orom olish vaqti keldi. Sen bu qitim cho'ng to'pga satding, Malika. Men sendan faxrlanaman. Malikining chiroyidan kulki jilvilandi. U bo'ynidagi munchoqlarni tutdi. Uchinchi munchoq asta boshqa munchoqlar bilan qo'shilib, o'xshash rangli nurda parqirashga boshladi. Uning yuragida ham qo'rqinch, ham ishonch bor bo'lib, u keyingi alvastiga taqabul turishga har vaqt tayyor edi. Malika va Wang ustoz alvasti tutish safarini davomlashtirib, yangi bir kanatga keldi. Bu kanat shahardan xeyli yiroq bo'lib, atrofi quyuq o'rmonlik bilan qo'rshilgan edi. Ular kanatga kirishi bilan ajoyib jimjitlikni his qildi. Bu kent nimancha jimjit? Bu kentda birma odam ko'rinmaydi. Bu yerda odam turdigandekmi qilmaydi? Bundoq bo'lishi mumkin emas. Undidordagi uchurda deyilishicha, bu yezda taxminan 100 oila bor ekan. Ular kanatning markaziga qarab mengavidi, yo'lda birma odam uchratmadi. Uylarning eshik derazalari taqoqliq, hovlilar bo'sh turadi. To'satdan ular bir uyning derazasidan bedirlagan soyini ko'rib qoldi. Avu uyning derazasidan birsi bizga qarayotganda qilamdi nima? deb ko'rsatdi Malika. Wang ustoz darhol u uyga qarab mangdi. Ular eshikni qoqdi, lekin hech kim ochmadi. U yana qattiqroq eshikni qoqdi. Oshmagandan keyin bo'ldi qilmamsan, qayqiyveramsan. Nima ishing bor edi? degan ovoz anglandi eshik kaynidan. Men Wang ustam, alvastini yo'qotquchi. Biz kantinglarda nima ish bo'layotganligini bilib boqayli deb keldik. Bir pas jimjitlikdan keyin eshik asta ochildi. Eshikni ochqani 70 yoshlar chamasidagi bir mo'may edi. Uning chiroyi tatirib ketgan bo'lib, ko'zlari qo'rqinchdan chaqchayib turardi. Tez kiringlar. Sir tuturish xatarlik. Wang ustoz bilan Malika uyga kirdi. Ichida bir qancha bo'vay, mo'may va bolalar o'ltirardi. Ularning hammasi qo'rqinchdan titrab ketgan edi. Bu kentda zode nima ish bo'layotdi? deb so'radi Wang ustoz. Mo'may o'xtatib.
Nədən başlab qısam bular bu gəplərni? İş bək xəlitə. Bu işlarğımı bir ayç bulub qaldı. Bir ay burun kənitimizgə siləgi oxşaş bir balı kəgən idi. Onun qılıqı intayın xəlit idi. O kelgəndən keyin kənitimizdeki malvaran ölüb ketishga başladı. Terilgan ziraatlar qurib ketdi. Ən qorqunçlığı kimki o balını öydə turğuzsa 2 gün ichida ölüb ketdi. Malika bo'ynidagi munchoqlarni tutib turib, qaraganda u bola odam emas, olvos ekanda. Ha. Onun yeşi təxminən 10 yaşlar ətrafıda. Bir günü tuyuqsiz yezimizə kirib gəldi. Başda 12 kişiler yetim bola o'xshaydi deb o'ylab yordam qilmoqchi bo'lgan. Lekin kim uni uyda turg'izgan bo'lsa, shu uydagi kishilarning hammasi o'lib ketdi, dedi. Wang ustoz cho'nqur o'yga cho'mdi. O bola qayerda? Uni ko'rgan odam bormi? U bola ko'pincha vaqtda kanat sirtidagi koni tugman atrofida paydo bo'ladi. Hozir kanat oilari uylardan chiqmaydigan bo'lib qoldi. Bu vaqtda bir kichik bola mo'mayga qarab, "Momo, men yilqi bolani ko'rdim." hammaylan hayronlik bilan u bolaga qaradi.